Ayni paytda biz Toshkent shahar Ichki ishlar vazirligi Madaniyat saroyida turibmiz. Bu yerda ochiqlik va xalq bilan muloqot asosiy mezon mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tmoqda. Tadbir davomida ichki ishlar organlarining joriy yilning birinchi choragidagi faoliyat yuzasidan tahliliy hisobotlar taqdim etildi. Xalq manfaatlarini ta'minlash yo'lida ommaviy axborot vositalari bilan yaqindan hamkorlik qilish ichki ishlar organlari oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda bugun Ichki ishlar vazirligi Madaniyat saroyida ochiqlik va xalq bilan muloqot ustuvori yo'nalish ichki ishlar organlarining joriy yil birinchi choragi yakunlari bo'yicha tahliliy hisobot mavzusida matbuot anjumani tashkil etildi. Biroq o'rganishlar, xususan Toshkent shahrining Chilonzor tumanida Ichki ishlar vazirligi tomonidan katta tadbirlar o'tkazilmoqda. Va qolaversa Toshkent shahrining umuman barcha rayonlarida va viloyatlarda o'shalarning tahlillari ko'rsatyaptiki, shu ayrim yurtdoshlarimizda mazkur qonun qabul qilinish natijasida respublikamizda, ayniqsa Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiska tizimini umuman bekor qilib tashlangan degan noto'g'ri tushuncha shakllangan. Mazkur tadbirda vazirlik rahbariyati, mas'ul xodimlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdi. Davlatimiz rahbarining topshiriqlari asosida, demak biz jamoatchilikka ochiq va shaffof bo'lish maqsadida aynan shu tadbirlarni tashkil etyapmiz. Bu bizda navbatdagi matbuot anjumani, bu matbuot anjumanini biz har chorakda amalga oshirib borishni rejalashtirganmiz. Anjuman doirasida har bir sohaviy xizmat uchun alohida hududlar ajratilib, mutaxassislar tashrif buyuruvchilarga zarur ma'lumotlarni taqdim etdilar. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari, Tergov departamentining boshlig'i Ramazon Ashrafov ma'ruzasida bergan ma'lumotlariga ko'ra, bugun Ichki ishlar vazirligi Madaniyat saroyida ichki ishlar organlari, xususan Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan ham joriy yilning o'tgan 3 oy mobaynida amalga oshirilgan ishlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar va hokazo ommaviy axborot vositalariga ochiqlanib, ular bilan birgalikda matbuot anjumani o'tkazilyapti. 2026-yilning dastlabki 3 oy davomida mamlakatimizda jami 6211 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat sodir etilgan. Bu esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan 596 taga kamayganini ko'rsatadi.